Ulug' akamdan bir she'r eshitamiz jonli ijroda. Bratishka. Bir she'r Nima deyapsiz-ku? Bir she'r eshitaylik jon aka. She'rda cho'tkisi bor. Birinchi, ikkinchi xotinga uylanganlar bor-ku, ikkinchi xotinlar birinchi xotinni bolalariga bordirtirishmaydi. Ha. Asha shunga bag'ishlangancha she'rim bor. Gapiravering-chi aka. Otasi tirik bo'lib turib yetimlarga. Qarang, hali bolaning ichidagi dardi. Men ham farzandman deb yurgim keladi. Otamning mehriga to'ygim keladi. Balo shunday narsa ekan, bir zum keladi, boladan otani olib ketadi. Balo kim? Ikkinchi xotin. Birinchi deb bolalar ko'rdirmaydi. Balo shunday narsa ekan, bir zum keladi, boladan otani olib ketadi. Balo shunday narsa ekan, bir zum keladi, otadan bolani olib ketadi. Hayotning ishlari shu qadar bo'lsa, otang tirik bo'lsa-yu, sen yetim bo'lsang. Hayotning ishlari shu qadar bo'lsa, otang kulib yursa-yu, sen yig'lab tursang. Bunday azoblarga qanday chidayman? Allohdan panoh so'rayman degan joyda to'xtaydi. She'rimiz kimga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yamiz. Podpiska